Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Keling sizga bugun bir misolni oydinlashtirib o'tamiz. Bizdagi hozir mana ko'chatchilikdagi bo'ladigan katta farq, katta o'zgarishlar qanaqa holatda tus olyapti. Mana hozir dehqonimizning o'zlari savol bilan murojaat qilamiz. Assalomu alaykum dehqon buva, qani dehqonchilikka baraka. Charchamasdan ishlar bilan. Akajon, mana o'zingiz tajribadan o'tkazganingiz ko'rib turibmiz. Daraxtni farqini. Mana yonimizda turgan ikkita daraxt, ikki qator. Farqi ko'chatni padboyiga. Hozirgi masalamiz padboy to'g'risida ketadi. Qarshingizda ko'rib turgan ko'chat o'suvchi, tez o'sib, harakati zo'r. Ob'yom zo'r. Buni padboyi nimada? O'zimiz donakka ekilgan. Bu donakka payvand qilingan. Ha, o'zimiz donak. Ko'chatni o'zi kelishi turistga navi nimadi? Nektarinda shoptoli, shag'ili shoptoli. Xo'p, ana o'shani farqi hozir mana daraxtni o'zi aytib turibdi, ikki xilda. Ha. To'g'rimi? Buni padboyi nima? Mera bilan. Bilanda. Bu o'zini padboyi, chisi padboyi. Endi hosilga kelamiz. Hosili qanaqa? Hosilga kelsa, bundan 10 kun kechkullayapti bu. Xo'p. Donakka urilgan. Mesni donakka urilgan. To'g'ri ham 10 kun farq qilyapti ikkovini. O erta pishyapti 10 kun. Bundan keyin 10 kundan keyin bu pishadi. Lekin usti bir xil. Usti ikkovi. Mevani shakli, yirikligi, Ha, bir xilda, lekin taomga kelsak bu sho'r pishchi. ha, nordonroq. Nordonroq. Bundan chiqdi, ta'mi ham qochadi. Ha, ta'mi ham qochadi. 30% o'zini saqlab qolganda 70% o'zgarib ketgan. Endi keling mana shuni novdalar ishlashi bilan taqqoslaymiz. Mana novdalar o'ta baquvvat bo'ladi, kuchli bo'ladi. Oralari ishlashi, o'rtada bir qator tashlab, yana shuni misoliga ko'ramiz. Bu tomoni xuddi o'sha tagi mera bilanda novdalar ishlashiga e'tibor beramiz. Faqat hosilxona kaltakka ishlaydi. Kaltaklar ishlashi. Endi yana qaytamiz sizga shu masala bo'yicha. Buni o'suvini qarang. Qissadan qissa, hurmatli bog'bonlar, har bir padboy, har bir ko'chatdagi qilinadigan ahamiyat kelib yana qaytarib aytamiz, padboyga qadrlar ekan. Kaltaklar ishlashiga, qanot kaltaklar ishlashiga, hosilxonaga ishlashiga qanchalik daraxt padboyga ham bog'liq ekan mana. Qalin o'sgan taqdirda ham mana ichki kaltak olinmagan, o'suvchilar olinmagan taqdirda ham qanotdagi chiroyli hosilxonaga ishlashi. Bu juda ham kuchli. Ahamiyatga ega ekan, e'tiborga mana. Faqat sal kechroq keldik, mevasi terilgan ekan. Keling endi bir masalani yana shu o'rinda aytib o'tamiz. Ko'chatchilikda farqini. Dehqon bova, mana hozir shuncha gaplar bo'lib o'tdi. Qarang endi bozorga mevaga kelamiz, sotishiga. Dehqonlarimizga tushuntirib bo'lmayapti. Hadsa mana 15 mingdan 20 mingdan ko'chat olamiz. Mana donakka uramiz. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti deb arzon bir xil narsa. To'g'rimi? Endi bizga farqiga kelamiz. Tam jihatdan yo'q. Sotishga kelamiz, bozorga sotishga o'rni yo'q. Chisti o'zi, daraxt ko'chatni o'zi, padboyi ham o'zini padboyi mera bilanda bo'ladigan bo'lsa, nima deydi? Mevasini olib chiqib sotishga qiynalmaysiz, klientni o'zlari keladi. Tam bo'lsa, shakl bo'lsa, hamma narsasi o'rniga bo'lsa. Bunda ko'chatga kelamiz.
Hozir sotilyapti $5, $6. Puliga farq qiladi, to'g'ri, haqiqatdan anchagina farq qiladi pulida. O'shandan qochamiz, nimalarga kelib qolamiz. 2 yil, 3 yildan keyin bu mana bu ko'rinish juda tez qariydi. Ko'p bog'larda boramiz, mana o'zingiz ham shuni kesishga hali ulgurganingiz ham yo'q, harakat ham qilganingiz yo'q. Buni qaysi payt kesasiz? Men shu iyulga kesamiz. Iyulga kesasiz. Oldin iyulga kesilmas edi. Borib bahorga kesilardi. Ana bahorgacha mana bu kaltaklarimiz o'zi kuyib boshlaydi. Hozirdan kuyib boshladi soyada qolib. Bahorgacha umuman ichki qurigan kaltaklar ko'payadi mana. Hosilxona kutaklarimiz pishmaydi. E'tibor beramiz kasallik qanaqa holatga. Endi mana ochiqga o'tamiz. Boyagi ishlaydigan chiste podboy mereblandagi o'sha biz aytib o'tadigan, misol qilib o'tadigan tagiga ham kirib boramiz. Ochiqligi o'z o'rnida, harakatlanishi o'z o'rnida, har tomonlama solishtirib ko'rishimiz kerak. Har tomonlama mana. Biz asosan hozirga qiladigan ishimiz, bugungi chislamiz 2026-yil 14-iyun. Ichki kaltaklarni olib chiqsak mana shuni o'zida 60 ga qo'sh yorug'lik tushirib tushsak, ana unda biz juda katta yutuqqa ega bo'lamiz. Soyada qoladigan kaltaklarimiz pishadi, yetiladi. Tashqi kaltaklar yetiladi mana. Qanaqa chiroyli bo'lib turibdi. Keyingi yilga endi tayyorgarlikni boshlasa ham bo'ladi. Hozir uncha bog'larga boryapmiz, kesishga qo'rqyapti, ochib tashlasa unaqa bo'ladi. Yo'q. Bizning kanalda hammasi misol bilan bo'lyapti. Mevasi boriga, mevadan 15-20 kun oldin yalang'och qilib ochib tashlab, isboti bilan chiqozganman videolarda. Mevasi borligidan, o'shanda ham mevasiga ta'sir qilmagan. Suvini o'z vaqtida bersangiz, barg ishlashi, barg o'zi himoya qilib oladi mevani. O'zi soyasiga oladi. Hech qanaqa yo'qotish, hech qanaqa bir nima kuzatilmaydi. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, agar bizning kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Bundanda qiziqarli videolar bilan sizni tanishtirib boramiz.